yurtdoshlar hammaga salom. Mana shunaqangi bitta diaproyektga tushdi mana. Buni obyektivi kichkinaroq. Buni hech narsasi yo'q. Mana old lampochkasi ham kuygan, 6 voltlik lampochka ekan. Ochib ko'rdim. Mana pastiga transformatorlarni qo'yish kerak, bu ham yo'q. Buni qaytib ta'mirlashga harakat qilamiz buni. Mana bu yerga LED'ga o'rnatib, boshqa qilib, mobillarga ustanovka qilib lentani o'tkazadigan shunaqa sharoitlarni qilib taxlash kerak. Qarorchi, buni ismi ham yozilmagan, bo'si ham olib tashlangan. Transformator o'rnatiladi bu yerga. Qarorchi, kuzatib boringlar, ikkinchi videoga tuzatib, ishlayotgan qilib, keyin video tayyorlashimiz mumkin. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.